kim nima deydi bilmadim. Men uchun ana shu mashina har doimgidek legenda. Lacetti 1.8. 2011-yil Radnoy 13 ming probeg dedingizmi aka? 13 ming probeg bilan. Masla mashina deylik-ku, masla mashina ana bu. Mana paketi ham yarashadi o'ziga. Boshqasi ham yarashadigan mashina. O'zbekistonning eng legenda mashinalaridan bittasi. Balonlarigacha ochilmagan Radnoy balonchasi 2011-yil. Rostini aytaman, shu mashinaga meni mehrim boshqacha. Kimdir Malibu desa, men shu mashina tanlagan bo'laman, nimagaki o'zim Lacetti 1.8 ni ishtiyoqman, yaxshi ko'raman. 13 ming yurgan 2011-yil mashina Radnoy. 10.200 so'rayaptilar. 9 ming, 9.5 mingga bir emas, bir nechta klientlar bor ekan. Bermasam to'ptilarga. Akirta nomer ayting. 90lik 90 080 080 0501. 0501. Buxoro shahar, Buxoro moshin bozorida bizlar. 10.200 so'rayapti. Lacetti 1.8 2011-yil. Like da yamasa bosib qo'yinglar.